Assalomu alaykum aka-ukalar, vodiy xo'rozlar obunachilari, xo'roz ishqibozlari, parvozlar. O'tgan safar video qo'ydim. Xo'roz toplash haqida savollar tushyapti. Kommentariyada savollaringiz bo'lsa qo'yib so'rasizlar. Birinchi bitta like bosib, obuna bo'lmaganlar bo'lsa podpiska tugmasini bosib qo'yasizlar akalar. Mana hozir o'tgan safar birinchi boshlangan kunda xo'rozni toplash ko'rsatdim. Mana hozir ikkinchi darajali уже 2 kun undan qilgandan keyin bir kun dam berib turib, jicha kuchaytirasizlar dedim. Eslaringizda bo'lsa, ashini ikkinchisini qilamiz hozir. Xudo xolasa bitta tushuntirib o'taman. Keyin nimalar haqida, pitaniyalar haqida, ovqatdan oldin shug'ullantirish kerakmi, ovqatdan keyinmi, hammasini video davomida aytib o'taman aka-ukalar. Mana o'sha birinchi tonirovkani qildilaring 2 kun. 2 kundan keyin damni berdilaring 1 kun. 1 kun dam bergandan keyin o'sha mana ikkinchi tonirovka boshlanadi. Xudo xolasa hamma ko'pchilik so'rayapti. İkinci tonirovkasi qanaqa bo'ladi, necha kun bo'ladi? Mana ikkinchi tonirovkasini boshlaymiz. Video davomida qolganini aytib o'taman. Mana bismillahirrohmanirrohim. Mana mashqdan endi men oxirigacha qilmayman, hammasini qilsam ko'payib ketadi. Mashqdan 20 ta dona qilinadi. Ikkinchi bosqich. 20 ta dona mashqdan qilinadi. 20 tadan keyin Şu mana. Men hozir ko'rsatib beraman, sizlarga ko'rsatib beraman xolos. Mana. Bu yon. Bundan ham 20 ta dona qilinadi aka-ukalar. Endi bu ichida xoloslar har xil bo'lishi mumkin. Agar bo'yni nozikroqlari bo'ladigan bo'lsa, mana bo'yinni ishlashdi, o'sha ikkinchi mashqdan keyin uchinchisiga bo'yinga ishlanaveradi mana. 20 ta 20 ta baqa. Uchinchi mashqimiz tugagandan keyin qiladigan ishlar 4-chi mashq bo'ladi aka-ukalar. 4-chi mashqimiz mana. Bundan 20 ta qilinadi. Keyin xonani harorati qanaqa joyda tonirovka qilish kerak deganlarga, xonani harorati kamida mana shunaqa jimpilda turganda bitta futbolka, bitta jimpilda so'qotmaydigan darajada bo'lsa, Xudo xolasa xo'rozlar shamollamaydi, yaxshi bo'ladi hammasi. Keyin pitaniyalarga kelsak, hozir mana 5-mashqimizni boshlab olaylik. 5-mashqimiz mana. Aylantirasizlar qanotini tagiga qo'llarni tiqib 20 ta u tarafdan mana. O'sha oyoqlarga ketishni boshlaydi. Siraz bildiradi. 20 ta u tarafdan. Mana. Aylantirasizlar. Keyin pitaniyalarni so'raganlarga aka-ukalar xo'rozni ertalab don, go'sht hamma yo'g'ini berganlaridan keyin iloji bo'lsa obeddan keyingi 5-6 larda tonirovka qilsalaring. Tonirovkadan keyin yarim soatdan keyin donini bersalaring. Keyin xo'rozni ham har xil. Agar semiz xo'roz bo'ladigan bo'lsa, donlarni berib olib turib 1 soatdan tonirovka qilasizlar. Agar ozg'in xo'roz bo'ladigan bo'lsa, tonirovkasini qilib turib 1 soatdan keyin va yarim soatdan keyin don, go'sht hammasini berib olasizlar. Nimaga deganlarga, ozg'in xo'rozlar tonirovkadan keyin charchaydi, yeydi. Yeb, ishtahalar ochilib yegandan keyin charchagan bo'ladi, u bitta yotadi, damni oladi. Nima qiladi? Hamma yeganlari o'ziga yo'q bo'ladi. Tezroq semirib, tonirovkada semirib, haligi o'ziga kerakli vestni yig'ib oladi. Mana hozir 6-mashqimizni boshlaymiz. 6-mashqimiz mana. Orqasidan sekin yurgizasizlar. Mana sekin orqaga qaytarasizlar. Mana sekin oldi yurgizasizlar. 20 ta bundan bo'ladi 6-mashq. Hozir aytib o'taman, ofshi necha marta tonirovka qiladi, orada necha kun dami bor. Ajoyib bo'g'il mana. Ofshi necha marta tonirovka qiladi, necha kun dami bor, hammasini mana u mashqimiz tugagandan keyin bo'yni nozik xo'rozlar uchun yana bo'yin mashqi. Mana. Allohga shukr, hammasi YouTube'dan
boshqadan Instagramdan jonlaring sog' bo'lsin hammalaring. Kommentariyada rahmat aytib yozayotganlar. Rahmat aytib yozishyapti. Xudoga shukrlar. Pand bergan yo'q, zo'r o'ynadik, zo'r yutdik deb yozishyapti. Mana. Mana shundan 20 martadan shu bo'yin mashqimiz tugagandan keyin shopirishga o'tamiz, aka-ukalar. Mana. Oldiga 20 marta shopirasizlar. Mana. Mana shu holatda. O'zi qiynash yo'q. Yengil. O'zini holatida yengil. Qiynash yo'q. 20 marta buni shopirib olasizlar. Keyin orqa tarafidan ko'tarib mana 20 marta. O'z qiynamaysizlar. O 20 marta bo'lgandan keyin oxirgi mashqimiz bor mana. Buni qo'yib olib turib, qanotni ko'tarib bir-biriga tegizasizlar-da. Qanot ko'tarib bir-biriga tegizib turib, qo'llaring buni belini silab tushadi mana. Ham bo'yinga, ham qanot osilmaslikka beradigan narsa bu. Undan 40 tami, 50 tami farqi yo'q, qilaverasizlar. Ularni qilib olgandan keyin buni soatga qarab 1 minut yo 1,5 minut yo 2 minut bo'lib ketishi mumkin narsa bo'lsa, mana shu holatda issiqroq joyiga qo'yib, oldiga piltami, bu narsa qo'yib, yo'q bo'lsa gazi borlar bor uyda, yo pechkasi borlar bor katagida. Ana shunaqalar pechkani oldiga qo'yib olib, mana shu turishda 1 minut, 1,5 minut silaysizlar. Mana shu holatda bellaridan, bo'ynilaridan qattiq hudab silaverasizlar. Bu endi boshlang'ich mashqlari. Keyin buni oxirroq yetganda toblashlari ham qo'shilib ketadi, topga olishlari. Ularni sekin-sekin mana bitta-bitta chiqarib beraman, aka-ukalar. Obuna bo'lmaganlar bo'lsa obuna bo'lib qo'yasizlar. Keyin bu ofshi necha marta qilinadi deganlarga u 2 marta boshidagini ko'rsatdim o'tgan videoyimda. 2 marta boshida qildingizmi? O'sha bir kun dam olib turib, mana ondan hozir mashq qilgan mashqlarimdan sizlarga aytgan mashqlarimdan 2 podxod qilasizlar. 1 minut dam bergandan keyin mana silab turib, ikkinchi podxodda ham xuddi shu holatda qilib turib, naqalib silab 5 minut o'pkasini bosib olguncha silab o'tirasizlar issiq joyda. 5 minut silab o'tirib, keyin joyiga tashab qo'yaveradi. Mana shundan 2 kun qilasiz, 1 kun dam berasiz, 2 kun qilasiz, 1 kun dam berasiz. Ofshi 5 marta xuddi mana shu holatda, mana shu 20 martadan mana shu tendovkalarni 5 marta 2 kundan 5 marta 10 kun bo'ladi. Ofshi 10 kun shug'ullantirasizlar. Birinchi 2 kun bilan 12 kun bo'ladi. U 12 kunning ichida 6 kun dami bo'ladi, 18 kun bo'ladi. Keyin oxirgi tendovkasini qilib bo'lgandan keyin xo'rozni 4 kun tegmaysizlar. Katagidan ushamay 4 kun tegmasdan 5-kuni olib issiq joyga olib kelib, qora choy bilan cho'miltirib xo'rozni silab, ponni quritasizlarda 5-kuni damini olgandan keyin 6-kuni olib chiqib, xudo xolasa o'ynaverasizlar. Mana endi xudo xolasa aka-ukalar qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qildim. Kamchiliklari bo'lsa, kommentariyada yozaverasizlar. Ancha-muncha tushunmagan joylarni kommentariyada yozsalaring, savollaringga javob berishga harakat qilaman. Keyin kasalliklar haqida, hamma yo'q, nima haqida yozsalaring, xudo xolasa, ash haqida video chiqarishga harakat qilaman, aka-ukalar. Mana, joning sog' bo'lsin. Endi buni to'liq tendovkasini o'zim qilaman. Video cho'zilib ketyapti. To'liq tendovkasini qilib, keyin qo'yib qo'yamiz, damini oladi. Aka-ukalar sog' salomat bo'linglar. Xudo xolasa sizlar xizmatlaringizda xalq xizmatidamiz.